Oy, menga ham saharlik bitta bo'lib qo'ydingiz-a? Saharlikka medovoy qilamiz. Medovoy qilish boshladik. Nyam bezasini toza asal. Menda asalga o'xshagan asal 300 gram. 2 chayni qoshiq, choy qoshiqda, ya'ni soda. Chayni soda solgandan keyin ko'piradi. Undan xavotir olmanglar, bu ko'pirish kerak o'zi. Kovlab turamiz. Hamma ishni past olovda qilamiz. Past olovda. Mana jigaring bo'ldi. Shokoladный цвет. Mana красивый, chiroyli bo'ldi mana. Tegini o'chirdim, battar jigaring bo'lib ketmasligi uchun. Menda bu yerda yarim kilo, buni 350 gramini solamiz. Mana sariyog' soldik. Mikserga 8 ta tuxum qo'yamiz. Bitta stakan to'la emas, yarimdan sal ko'proq shakar. Vanilniy sahar solamiz. Razrıhlitel solamiz. Aralashtirib olamiz birinchi. Medovoy karamelimizni solamiz tuxum ichiga. 600 gram un solamiz. 2 ta stakan, 300 gramlik stakan bo'lsa 2 ta. 2 ta stakan un. Jigaring, suyuqroq xamir bo'ladi. 4 ta kosa oldim, taxminan bir xil quyishim kerak. Qo'shlarni pishiramiz. Bitta. 180 gradusga 10 minutga bormaydi, xudo xolasa. Har bitta qo'sh 10 minutga yaqin pishadi. Qo'shimiz pishdi. Kremini sariyog'li krem qilmaymiz-a. Boshqacha krem qilamiz. Labneyni 4 qoshiq labney solamiz. Yo qaymoq, yo smetana. 400 gram. Varyonniy sgushenka solamiz. Medovoy terishni boshladik. Chetini kesib oldim. Kremimizni solamiz. 3-qatorini ham yopdik. Chetdan kesib olganmi, tabiiy apparatda majag'lab tashlaymiz. Maydalagan kroshkalarni birinchi chetidan yopishtirib chiqamiz. Endi ustiga. Medovoyni qilib bo'ldim. Buni endi paketladim-da, hozir yarim soat, 1 soatga uzog'i propitatsiya qilishga qo'yamiz. Ertalabgacha tursa undan ham zo'r bo'ladi. Mana korolevskiy medovoyim tayyor bo'ldi. Buni endi kesib yeb ko'rmasam bo'lmasa kerak. Kesib yeb ko'ramiz. Voy, buni yumshoqligini. Wow! Обязательно katta кусок kesamiz. Maydalashib o'tirmaymiz. Buni asalligini qaranglar. Oh! Buni asalligini qaranglar, azizlarim. Mana shu medovoy 1 soat ichida pishdi. Xudo xolasa hozir yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'zim qildim, boshini ham o'zim yeb berishim kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Medovoyga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Soda degan maza umuman 0. Объедение medovoy hammalarga tavsiya qilaman. 100 tadan 100 tasida o'xshaydi, aniq. Juda ham zo'r mazasi, вообще shikarniy. O'g'limiz saharlik yegan medovoy tayyor. Endi uyalmasdan kirib yotsam ham bo'ladi. Osh bo'lsin.